Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'rguvchilar, ko'rib atqaninglar Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mushu bir hafta jarayonida radiomizda berilgan bir qism muhim xabarlarni eslatib o'tamiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Aqsuning Avat nahiyosi Aybog' yezisida Anvar Turdi 2009-yili 5-yo'l vaqasida tutib ketilib, hozirgacha izlari chiqmagan. O 5-yo'l vaqasida g'oyib bo'lgan Uyg'urlarning hozirgacha kimligi oshkorlangan 32 kishi. Ma'lum bo'lishicha, Aqsu Avat doiralari dastlabki mezgilda Anvar Turdining oilasiga Anvar Turdi azroq bir ishlarni ko'rib qolgan. Shunga Urumchida tutib turilyotdi. 8-9 oydan keyin qo'yib beriladi deb sirliq javob bergan. Ammo Anvar Turdining zodi qanday ishni ko'rib qolganligini oilasiga bildirmagan. Avatdagi doiralar oradan 2 yil o'tganda so'zini tamoman o'zgartirib, Anvar Turdining izlarini bilmaydiganligini aytgan. Xotan nahiyosidagi bir o'tir maktabning ishki omonlik xodimini o'ltirish vaqasining tafsiloti oshkorlandi. Mazkur vaqa Xotan nahiyosining Yangiobod o'tir maktabida yuz bergan. O'lganlarning biri 29 yoshlik Shirali Aziz, yana biri 41 yoshlik Oblikim Axunbay. Yerlik aholilarning bildirishiga qaraganda, bular Xoniriq va Yangiobod saqchi punktiga moslashib payloqchilik qilganligi, ba'zi o'qituvchi diniy zotlarning tutqun qilinishiga sabab bo'lganligi uchun o'ltirilgan. Ularni Qaraqashliq Yusuf Ahmad Qadir bilan Mamatali Tuniyaz o'ltirgan. Bu ikkilar yana Qaraqash daryosi to'sma qurilishda ishlayotgan Xitoy ishchilarini o'ltirishga qatnashgan edi. Urumchi shaharlik hukumat yaqinda uqtirish tarqitib, ommaning muxbirlarning telefon ziyoratini qabul qilmaslikqa, bundoq ahvol yuz bersa darhol inkos qilishga buyurgan. Chegarasiz muxbirlar tashkiloti buningga inkos qaytarib, bu Xitoyning Uyg'ur elida bir qator to'qinish yuz bergandan keyin qo'llangan uchurni qamal qilish tadbiri ekanligini bildirdi. Urumchi shaharlik hukumatning uqtirishida o'zini muxbir deb atagan kishilarning telefon ziyorati qilib, Maralbeshi vaqasi, Lo'kchum vaqasi haqida ahvol egallayotgandan boshqa kishilarning vaqaga bo'lgan inkosini so'raganligini, aholilarning bu ahvolni darhol inkos qilishini talab qilgan. Şinjan ishlab chiqarish qurilish bintaniga qarashliq Tumshuq shahridagi Mahat Iminning uyi majburiy chiqib etilgan. Biroq doirlar uning to'lab berish o'rniga arz qilmaslik haqida tahdid solgan. Uyg'ur biz to'rining xabar qilishicha, bu voqea 26-iyun mazkur to'r betida xabar qilingandan keyin Tumshuq shaharlik jamoat xavfsizlik doiralarining soqchilari Mahat Iminni so'roq qilib, uning uyi ko'ydirilganligi haqidagi materiallarni matbuot o'rinlariga bermaganligini surishtirgan. Saqchilar uning bu materiallarni chet el agentliklariga bergan bo'lsa, davlat maxfiyatligini oshkorlash jinoyati bilan jazoga tortilganligini bildirgan. Xitoy doiralari o'tgan oydan boshlab Uyg'urlarga pasport ishlab berishni yana to'xtatib qo'ygan. Uyg'ur elidagi yerlik aholilardan egallashimizcha doiralar bu to'g'riliq oshkora uqtirish chiqarmagan bo'lsa-mu, lekin tuqqan yo'qlash sayohat pasporti bejirishni iltimos qiluvchi Uyg'urlarga pasport bejirishning vaqtli to'xtatilganligini bildirgan. O'quvchilik pasporti bejirish ilgarigidan qiyinlashgan. Dünya Uyg'ur qurultiyi bayonotchisi Dilshod Rashid Xitoyning bu harakatini tanqidlab, amaliyotda bu Xitoy hukumatining Uyg'urlarni o'z fuqarosi qatorida ko'rmaydiganligining, Uyg'urlarga ilib berayotgan kishilik huquq dafsandichiligining isboti deb ko'rsatdi. G'ulji nahiyosining Baytoqa yezisi diniy faoliyatlarda 10 ga ruxsat qilmaslik tuzumini yo'lga qo'ygan. Bu 10 xil cheklama soqol qo'ymaslik, hijob atmaslik, diniy kompyuter, qo'l telefon orqali tashviqot qilmaslik, chet elning radio televiziyalarini anglamaslik, ko'rmaslik degan moddalarni o'z ichiga olgan. Xitoy hukumati har yil Ramazonda turli belgilamallarni chiqarib, diniy faoliyatlarni kontrol qilib kelgan bo'lsa-mu, biroq bu yil kontrollikning burunqidan kuchayganligi ma'lum. Amerika Xalqaro diniy erkinlik komiteti yaqinda Xitoyni tanqidlab, uning diniy kontrollikni kuchaytirishi Uyg'urlarni ilgirlab radikallashtirganligini ogohlantirgan edi. Muhtaram televizor ko'rguvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.